Assalomu alaykum. Chorva Savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 27-iyul. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida o'sha mashhur qo'ylarni har doim narxlarni ham arzon olib keladigan siz aziz obunachilarning ko'nglidan joy olgan Ilhomjon ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barakatli bo'lsin deb hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Ilhomjon ukamiz yana bizni xudo xolisa lol qoldirishda davom etadi. Nimagaki Ilhomjon ukamizdan haqiqiy urug'likka, naslga qo'chqorlarda haqiqiy ideal variantda. Videoni oxirida ko'rsalaring, sizlar qidirgan, sizlar qidirib turgan qo'chqorlar chiqib olishi mumkin. Assalomu alaykum Ilhomjon. Assalomu alaykum Orifjon aka. Keldingizmi? Charchamayapsizmi Ilhomjon? Rahmat aka. Bugunga nechta endi Ilhomjon? 3 partiya bugungi. Narxlarni ham xudo xolisa yengillashtirib berasiz. Endi qo'ydi holatiga qarab. Qo'ydi holatiga qarab. Shu vaqtda 20 millionlik qo'ydi 10 millionga bering demaymiz, lekin qo'ydi holatiga qaraganda yengillashtirib berasiz. Xudo xolisa yengillashtirib beramiz. Birinchi partiyamizga yoshi qanaqa endi buni Ilhomjon? Bu 4-dan 6-siga harakat qilib chiqaryapti bunisi. 4-dan 6-siga endi buzyapti ekan. Endi buzib harakat qilyapti. 7 ishchida muammosi yo'q. Yo'q, sinovdan o'tdi. Qo'yga ishlashi, yeb ichishi, sog'ligi xudo xolisa yaxshi. Qo'yga ishlashiga ham garantiyasini berasiz. Beriladi garantiyasi. Hurmatli obunachilar, qo'yga ishlashiga, sog'ligiga, 7 ishchiga bir hafta kafolati bor. Buni oldindan so'rab olganimiz sababi hozirgi kunda shunday narsa bo'lyaptiki, ayrim odamlar qo'chqorni bir oy oldin olgan, hozir misol kunduz issiqda ishlamaydi-yu. Shunaqa. Ishlamaydi, ishlatalmayapman deb juda ko'p telefonlar bo'lyapti biz o'zimizga ham. O'shaning uchun hurmatli obunachilar, buni ishlashiga javob, lekin kunduz issiqda emas, kamerani qo'yib qo'ysangiz qo'rangizga kechqurun asosan salqinda ishlaydi qo'yga xudo xolisa. Xo'p, buni bo'ybaslarni nechiga beramiz endi? Bitta o'lchab ko'rsataylik. Hurmatli obunachilar, qo'chqorga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Qo'chqor haqiqiy ideal holatda. Uncha-muncha liniyali qo'chqorga dam beraveradigan variant. Bo'yini o'lchab olaylik, men buni obzorini qilib beraman, hurmatli obunachilar. Mana bu qarang, yerdan balandligi 95 plus degan-a? Ha, 95 ga olishaveradimi? 95 ga olishaveradi. 95 plusda. Hurmatli obunachilar, yoshi 4dan 6ga chiqdi. Oq yuz, oq quloq. Hamma yo'g'i kelgan. Kalla garbonuz nihoyatda chiroyli. Oldi tumshuqlarni qarang. Tumshuqlari ham nihoyatda go'zal. Oldi kengligi nihoyatda zo'r, mana to'shini qarang. To'shi ham zo'r. Xo'p, kastiyaklari haqiqiy baquvvatida mana toza. Qornilari ham oq. Stoykasini qarang, stoykasi ham haqiqiy sportivniy holatda. Orqa oyoq kengligiga bir e'tibor berib ko'rasiz. Eng qiziq joyi bu razrezni qarang, hurmatli obunachilar. Razrez ham tepaga davr. Yelka kengligi ham nihoyatda go'zal. Haqiqiy tozasidan zo'rida olaman degan aka-ukalarga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Qo'chqor haqiqiy ideal holatda ishlashiga, sog'ligiga bir hafta kafolati beriladi. Stoykasi haqiqatan go'zal, sportivniy holatda. Qo'yga qo'shgani tayyor. Obor sovutishadimi, sovutishmaydimi buni? Yo'q, shunday qo'yishaveradi o'zi. Shunday qo'yishaveradi. Qo'y. Sovib qolgan hurmatli obunachilar. Xudo xolisa kimga mana shunday nasldor qo'chqor kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Narxini nima deymiz endi buni? Narxi bu 1,5 ming dollar. Xayr sunnati bormi? Bor xayr sunnati. O'tib beramizmi? O'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, 1,5 ming dollar xayr sunnati bor. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Narxiga to'g'ri nima qilmaysizlar, lekin qo'chqor arziydigan. Men tepasida turibman. Kimdir ishonadi, kimdir ishonmaydi, lekin ko'z bilan ko'rgan odam 100% ishonadi. Qo'chqor haqiqiy ideal holatda arashandi tozasidan. Prosta endi buni hozir yolg'on gapirish liniyasi borda 3 ming dollar qo'yilsa ham bo'ladi, lekin unaqa emas. Liniyasini bilinmaydi, lekin liniyali qo'chqorga dam beradi uncha-muncha liniyali. Mana bu razrezlar liniyali qo'chqorning uncha-munchasida bo'lmaydi. Orqa oyoq kengliklari, oyoq qo'lda baquvvatligiga bir e'tibor bering. Oq yuz, oq quloq. Quloqlari nechi? Quloqlari 19. 19. Quloqlar 19. Kallani kattaligini hisobiga kichkina ko'rinmaydi uncha-muncha. Mana oldi ko'shi ham zo'r, oldi kengligi ham nihoyatda zo'r. Haqiqiy naslga, urug'likka qidirib yurgan aka-ukalarga tavsiya qilamiz mana. Mana shunday zo'rini qidirib yuradiz-mi? Shoshilavering. Ekranda nomerga aloqaga chiqaverasizlar, shoshilaverasizlar. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamiz, ya'ni ikkinchi qo'chqorimiz. Ikkinchi qo'chqorimizga ham bir yaxshilab e'tibor berib ko'rsalaring, buni haqiqiy ideal tozasidan olaman qo'chqorni zo'ridan degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz.
Qo'chqorni maydan bo'yindan bu yog'i alohida tema. Bir kallaga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Nihoyatda go'zal. Kalla garbonoslar, shishganlarni qarang, burunlarni. Xudo xolsa yedi ishlarda muammosi yo'q, ha, xudo xolsa Ilomjon. Yoltirib Yoshi qo'ymaydi. nima ekan buni? Maşallah. Buni eplab bo'lmaydi shekilli buni Ilomjon. 4 4 yosh. Hurmatli obunachilar, yoshi 4 yosh. Xudo xolisa haqiqiy urug'likka tayyor. Haqiqiy bola oladigan, nasl oladigan davri keldi. Qo'chqorni oldiga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasiz. Oldi kengligi ham nihoyatda go'zal. Kastaklari baquvvat. Orqa oyoq kengliklari ham nihoyatda zo'r. Dumbarazliz bor. Yelka kengligiga ham bir e'tibor berib ko'rasiz. Yelka kengligi ham zo'r. O'zi ham haqiqiy tikka dumba sportivniy holatda. Toza naslga, urug'likka qidirib yurgan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Xudo xolisa, yedi ishchisi sog'lig'i qo'yga ishlash Ilomjon. Bir hafta garantiya, bemalol sinab olishaveradi. Bir hafta garantiyasini berasiz, Ha, hamma yo'q. qo'y Va zo'r, xotirjam sinab olishaveradi. Hurmatli obunachilar, bir hafta sinov muddati bor. Xohlasangiz shu bugun olib borasiz, bugun kechqurun qo'yga qo'yishib yuborib, xudo xolsa sinab ko'raverasiz. Ertagadan lekin damini berasiz. Bir hafta damini berib, keyin xotirjam qo'shib olaverasiz. Lekin qo'yga ishlatib olaverasiz. Bir kun ishlaydimi, ishlamaydimi sinovdan o'tkazib olasiz. Xudo xolsa buni yerdan balandligi ham, uzunligi ham nihoyatda go'zal ekan, Ilomjon, bir 1 metrga yaqin chiqib qoladimi deyman, ha? Shunaqa. Ya'ni bitta o'lchab ko'rsataylikchi. Shu tepasiga shunday qo'yingiz, shunday qilib qo'yib oling bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, mana yerdan balandligi. Salkam 1 metr. 95 plyusdaligi aniq. Uzunligini ham bitta qo'ying shu qo'chqorni. Mana. Mana uzunligi, hurmatli obunachilar. Uzunligini qarang. Uzunligi ham nihoyatda go'zal. Haqiqiy toza qo'y mana shunday bo'ladi mana. 1 metrdan uzun, xudo xolisa, yerdan balandligi 1 metrdan yaqin, 1 metrga yaqin. Xudo xolisa mana shunday toza nasldor qo'chqor kerak degan aka-ukalar aloqaga chiqasizlar. Laykni bosib, bittadan laykni bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Biz arzimagan mehnatimizni qadrlasalaring. Xo'p, Ilomjon, bu narxini nima deymiz endi? Narxi bu $1400. $1400. Xayr sunnati bor, o'tib beramiz. Keyin dastlabkilarda aytmayapmiz. 12 ta viloyat bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. O'ylanishmasin dastlabkasini. Hurmatli obunachilar, eshitdilaringmi? O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqavering. Shoshilaveringlar, bunaqa noyoblari kamdan kam bo'ladi. Keyingisi ketdik. Hurmatli obunachilar, bu 3-partiyamiz. 3-partiyamizga ham puli yengilidan bormikin? Qo'chqorlari zo'ru. Meni 4 dona yoki 5 dona sovlig'im bor. Narxi ozgina balandlik qilyapti. Shu Ilhomjon ukamiz narxi arzondan chiqarsalar olardim deb kutib o'tirgan aka-ukalarimizga haqiqiy narx arzon variantidan. Xo'p, Ilhomjon, buni yoshi qanaqa endi? Yoshi buniki qo'zidan shakka o'tdi mana. Ko'rindimi? Bo'ldi, ko'rindi. Mana. Ko'rindi. Rosmana ko'rinmayapti. Bo'ldi. Qo'ychi Qo'zdan cho'sroqda shakka o'tdi, 7 ishchisi. sinovdan o'tdi. Bu kelganiga bir haftada o'tdi qo'ydi uyda. Ha, xudo xolsa qo'yga ishlashiga ham garantiyani Ishlashi ham beraverasiz. zo'r qo'ydi. Hurmatli obunachilar, bir hafta sinov muddati bor, bir hafta o'zlari ham sinab ko'rdilar. Mana qo'chqorni kallaklariga, hamma yo'g'iga bir e'tibor bering. Garbonuslari ham zo'r. Garbonus ham haqiqatan, yuzi ham haqiqatan chiroyli ekan-a. Ha, Bitta shu yungini bitta olib qo'yadigan Ha, ekan. yungini olinsa o'pshi zo'r. Orqa razrez zo'r, orqa oyoq kenglik, yelka kengliklari ham nihoyatda go'zal. Toza naslga, urug'likka meni 5 ta qo'yish sovlig'im bor, lekin qo'chqorni zo'ridan narx arzondan topolmayapman deb turgan aka-ukalarimizga. Qo'ybasini nechaga beramiz endi? Bastirma o'lchab ko'rsatamiz, qarang. Hurmatli obunachilar, 90 sm. 90 plyus degan 90 sm-ga olishaversin-a. 90 ga olishaveradi. Xo'p, nima deymiz buni narxini Ilhomjon? Bu narxi 9 million so'm. 9 million so'm xayr sunnati bor, Xayr sunnati bor, o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, 9 million so'm xayr sunnati bor, o'tib beriladi. Buni ham O'zbekiston bo'ylab dastlabki beriladi. Ha? Shunaqa. Hurmatli obunachilar, ekrandagi nomerga aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Shoshilaveringlar. Ilhomjon, siz bozoringizga. Rahmat aka, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolsa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.